Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi variantimizda jonli tahlil qilamiz. Demak, 17-variantga yetib keldik. Birinchi savolga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Abdulatif bir sonni o'yladi. Uni 5 ga ko'paytirib, 23 ni ayirgan edi. Natija 17 ga teng bo'ldi. Abdulatif qanday son o'ylagan? Demak, biz o'ylagan sonni o'sha noma'lum ko'pchilik biladigan x bilan belgilaymiz. Shu x sonni o'yladi. Hozircha qaysi sonligini bilmaymiz. Lekin shuni 5 ga ko'paytirdi. 5 ga ko'paytiramiz. 23 ni ayirgan edi. Natijadan 23 ni ayiramiz. Hosil bo'lyapti bizda 17. Mana shu tenglikni tuzdik. Ya'ni Abdulatif x sonni o'yladi, 5 ga ko'paytirdi. 23 ta ayirgan edi, 17 ga teng bo'lib qoldi natijasi. Mana shu tenglamani yechadigan bo'lsak endi Abdulatif o'ylagan son kelib chiqadi. Demak, 5x teng 17. Noma'lumlar chap tomonda qoladi. Sonlarni o'ng tomonga o'tkazamiz. -23 o'ng tomonga +23 bo'lib o'tadi. Demak, 5x teng ekan. 23 ga 17 40. X topadigan bo'lsak, 40 bo'lingan 5. X teng 8 ekan. Bu tenglama tuzib yechish usuli. Agar siz imtihon paytida ana shunday misol kelib, buni tenglamasini tuzib bilmasangiz, javobdan foydalanib yechsangiz ham bo'ladi. Ya'ni A javobga qaraymiz. Shu Abdulatif 8 degan sonni o'yladi deb tasavvur qilamizda, aytgan ishini bajarsak, to'g'ri bo'lsa shu ish, o'sha javob to'g'ri bo'ladi. Misol uchun 5 ta tekshiraylik, xatoligini ko'rsataman. 5 degan sonni o'yladi, uni 5 ga ko'paytirdi. Ya'ni 5 ko'paygan 5, 23 ta ayirgan edi, 2 qolib ketdi bizda. Endi shartda aytyapti 17 qoldi deyapti. Demak 5 chiqib ketar ekan. Xato javob. Shuning uchun biz tekshirib boshlagan paytimizda, masalan, mana 8 da o'ylagan bo'lsa, 8 ko'paygan 5 ayrilgan 23 qilsak, bu 17 ga teng bo'ladi. Aytgan sharti bilan to'g'ri keldi. Demak, to'g'ri javob shu. Tushunarli bo'ldimi? Birinchi savol tushunarlimi? Post izohiga yozingizlar. Tushunarli bo'lsa agar, keyingisiga o'tamiz. Birinchi savol. Tushunmagan joyingizda o'sha savolni raqamini ostida yozsangiz ham bo'ladi. Davom etamiz. Ikkinchi savolda sonlar ketma-ketligini davom eting deyapti. Demak, juft sonlar ketma-ket 0, 2, 4, 6 davom etib ketyapti. Navbatdagi juft son demak bizda 0, 2, 4, 6 va 8. Keyingi sonimiz 8 ekan. Javob. Ikkinchi savol tushunarlimi? Demak, bizda juft sonlar qatori berilgan ekan. Uchinchi savol. Bir ishchi bir kunda 8 ta detal tayyorlaydi. U 5 kunda nechta detal tayyorlaydi? Demak, buni oddiy holatda 5 ni 8 ga ko'paytirsak ham bo'ladi. Nima uchun desangiz, bir kunda 8 ta detal tayyorlar ekan, ikkinchi kuni ham 8 ta, uchinchi kuni ham 8 ta, ya'ni 8 ta, 8 ta, 8 ta, uchinchi kun, to'rtinchi kun ham 8 ta, beshinchi kun ham 8 ta. Jamisi 5 karra 8. Yoki umuman olganda shunchaki 5 karra 8 desangiz ham bo'ladi. Demak, 40 ta detal tayyorlar ekan. Javob. Uchinchi savol tushunarlimi?
Navbatdagi savol. Ko'pchilik chalkashadi. Qiziqarli savol. Zinapoya tasvirlanibdi rasmda. Mana shu shaklda perimetrni topishimiz kerak ekan. Perimetr o'zi nima edi? Berilgan shaklda barcha tomonlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, perimetr hosil bo'ladi. Ya'ni tomonlari uzunliklarini qo'shib chiqamiz, bizda shu perimetrni beradi. Endi qaranglar. Mana bu yer 2, bu yer ham 2, bunisi ham 2. Demak, 3 ta 2 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 6. Demak, mana bu tomonimiz 6 ga teng ekan. Endi bu tomonimiz 7 ga tengligi berilgan. 7 ga teng deb berilgan. Endi bizda mana bu tomonlar kerak. Mana shu uchalasini uzunligi kerak. Shuni ham qo'shishim kerak-da. Uchalasini uzunligini qanday topaman? Qaraymiz. Mana bu kesmani men mana bu joyga ko'chiraman va mana bu kesmani bu yerga olib kelaman. Ya'ni shularni yig'indisi kerak menga. Yig'indisini topishim uchun shu ishni qilyapman. Pastgacha tushadi. Demak, mana bu kesmani jami uzunligi 7 ga tengmi? Chunki bu tomonga tengda. Demak, perimetr nimaga teng ekan? Perimetr teng 7 ni qo'shaman, 6 ni qo'shaman. 7 plus 6 plus. Endi mana 3 ta 2 ni qo'shaman. 2 plus 2 plus 2. Nima qolyapti yana? Menda hozir qo'shmagan joylarim mana bu chiziqlar qolyapti. Tushuntirishim kerak. Mana shu 3 ta chiziq qolyapti. Bu 3 ta chiziqda uzunligi nimaga teng dedim? Mana bu chiziqda uzunligiga teng. Chunki bir joyga yig'ib chiqdik. Plus 7. Shunda 26 ga teng bo'ladi. Buni qo'shadigan bo'lsak. Tushunarli bo'ldimi? Kim tushunmadi qilgan ishimizga? Qilgan ishimiz, masalan, sizni qo'lingizda deylik, mana bu bitta ruchka, bu ham ikkinchi ruchka, bu uchinchi ruchka desak, shu 3 ta ruchkani bir joyga yig'dik-da. Mana shunday. Bitta to'g'ri olib qo'ydik. Bitta deb qarayapmiz. O'sha uchalasini yig'indisini uzunligi 7 ga tengligini ko'rsatish maqsadida. Davom etamiz. 5-savol. Hisoblang. Demak, umumiy makhraj berishimiz uchun 4 bilan 3 umumiy makhraji ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. Ya'ni ko'paytmasi 12 ga teng. 3 kara 4imiz 12 bo'lish uchun buni makhrajiga, surat makhrajini 3 ga ko'paytiramiz, buni 4 ga ko'paytiramiz. Shunda 3 taqsim 12 plus 4 taqsim 12 makhraji bir xil bo'lgan kasrlarni suratini qo'shib qo'ysak yetadi. 3 plus 4 taqsim 12. Ya'ni 7 taqsim 12 bo'lar ekan. 5-savol. Tushunarli bo'ldimi? 6-savol. 5 tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lsa, keyingisiga o'tamiz. Aziza 2 kilogramm va 2 kilogramm olma, 3 kilogramm banan olibdi. 1 kilogramm olma 12 ming so'm ekan. Endi bananni 1 kilosi 15 ming so'm ekan. Jami qancha xarajat qilgan? Demak,
Har bir kilogramm shunchadan bo'lsa, 2 kilosi so'ralsa 2 ga ko'paytiramiz. 12 ming ko'paygan 2 plyus 15 mingni ko'paytiramiz 3 ga. Ya'ni bunisi 24 ming bo'larkan, bunisi 45 ming. Qo'shadigan bo'lsak 69 ming. Xarajat shuncha. Qoldiqli bo'lish. Yani ko'pchilik menimcha shunda qiynalyapti. Hozir bitta misol tariqasida oson yo'lini tushuntirib qo'yaman. Yani keyin bu tipdagi savollar muammo bo'lmaydi. Qoldiqli bo'lish o'zi nima? Birorta A sonni B ga bo'lganimizda C dan tegib plus R qoldiq qoladi. Endi bu R qoldig'imiz mana bo'layotgan sonimizdan har doim kichik bo'lishi kerak. 0 dan katta yoki teng bo'ladi. R kichik B dan bo'ladi. Endi bu shunchaki qoida sifatida eslatdim. Endi misol ko'rsataman. Shunda yaxshiroq tushunib olasiz. Deylik, sizni qo'lingizda 97 ta kitob bor. 97 ta kitob bor. Shuni 9 ta do'stingizga bo'lib berasiz. Mana bu birinchisi bo'luvchi bo'ladi, ya'ni. Mana bu B bo'luvchi. 9 kishiga bo'lyapman deb tasavvur qiling. 9 tadan berdingiz, 16 ta qo'lingizda qoldi. Ya'ni 9 kira 9 81 va 16 ta yana kitob qoldi qo'lingizda. Endi qachon qoldiq bo'ladi? Shu 16 ta kitobni 9 ta do'stingizga yana nechtadandir bera olmasangiz, shu qoldiq bo'ladi. Hozir 16 tani yana bittadan berib chiqsak bo'ladi-da. Ichida yana 9 tani ajratib olamizdan 9 kishiga berib yuborib, qolgan 7 tani lekin 9 kishiga bera olmaymiz. Yetmay qoladi. Demak, bu qoldiqli bo'lish emas. Qachon qoldiqli bo'lish bo'ladi? Shu qolgan sonimiz bo'lib berayotgan kishilarimizga yetmay qolsa. Ya'ni qoldig'imiz bo'luvchidan kichik bo'ladi deyapman. Mana. Endi qoldiq manfiy son bo'lmaydi. Ya'ni 0 dan katta dedik. Bu aniq xato. Nima uchun? 97 ta kitobni 10 kishiga 10 tadan berdim deyapsiz, 3 ta yetmay qoldi deyapsiz. Yo'q kitobni ayirib qo'yapsiz. Yo'q kitobni bo'lmoqchi bo'lyapsiz. Shuning uchun bu xato. Qoldiq manfiy qolmaydi. Endi mana bu sizlarda endi 0 edi. O'chirib qo'ying. 1 mana. Hozir o'chirganimga o'chib ketdi. Mana bu 1. Testga qarasalaringiz shu 1 sizlarda. 97 ta kitobni 8 kishiga beryapmiz. 12 tadan berdik. Nechta kitob ketdi? 8 kere 12 96. 96 ta kitob ketdi, bittagina kitob qo'limizda qolib ketdi. O'sha qoldiq bo'ladi. Bitta kitobni hech kimga bermaymiz. Qoldiq sifatida qoladi. Demak, shu qoldiqli bo'lish. 97 ta kitobni 7 kishiga beryapmiz. 13 tadan berdik. Ya'ni 7 kere 13'imiz 91. 91 ta kitob berildi. Jami 97 ta edi. 6 ta kitob qo'limizda qoldi. Demak, 6 ta kitobni biz 7 kishiga bera olmaymiz. Yetmay qoladi. Shuning uchun bu qoldiq. Tushunarli bo'ldimi? 7-savol. Qoldiqli bo'lishda endi muammo bo'lmasa kerak. Har doim shu misol tariqasida aytgan gaplarimni eslangdagi tasavvur qilib yechib ketaversangiz bo'ladi. 7-savol tushunarlimi? Izohga yozaychi. Tushunarli bo'lmagan bo'lsa, mana tushuntiraman. Hammaga yetib bordimi aytgan gapim? Ma'nosi. Qoldiqli bo'lishni ma'nosi shu. Har doim shunday tasavvur qilib yechaversangiz bo'ladi. Qolganlarchi? Hozircha 2-3 kishi yozdi. Savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin.
Kitobni bo'lib beryapmiz, yetmay qoldimi? Yoki hali kitobimiz yetadimi ularga berishga? Demak, u qoldiqli bo'lish emas. Yetmay qolsa qoldiqli bo'lish. Manfiy bo'lmaydi. Shuni eslab qo'yingizlar. Qoldiq manfiy bo'lmaydi. Ya'ni yo'q narsani ayirib qo'ya olmaymiz. 8-savol. Qaraymiz. Rasmda nuqtalar bilan 7 dekabrdan 18 dekabrgacha kunlik yog'in miqdori belgilanibdi. Millimetrlarda necha kun yog'in miqdori 2 millimetrdan yuqori bo'lgan? 7 dekabrga qaraymiz, 0,5 millimetr bo'lgan ekan. 8da 0,5dan ham kichik, 9da 0,5dan ozroq baland, 10-dekabrda 1 millimetr bo'lgan ekan. Bizga asosiy shart nima? 2 millimetrdan yuqori bo'lgan joyini topishimiz kerak. Men hammasini aytib o'tirmayman. 11ga qaraymiz mana. 4,5 millimetr bo'libdi. Demak, shu 11-dekabr kuni aytilgan shartni bajaryapti. 12, 13 bajarmaydi, 14 ham past, 15, 1,5 bo'lgan, 16 0, 17 kuni. 17 kuni 2,5 bo'libdi. Ha, mana bu keyin mana bu yerda 2,5 emas, 2,5dan keyin 3 kelish kerak edi. 2 yozib ketdi. 2,5, 3, 3,5 shunday ketganda. 17. Ha, 17sida demak 2,5 bo'lgan ekan. Bu kunni ham olamiz. 2 dan baland. 18 kuni ham 3,5, 2 dan baland. Demak, 3 kunda 2 millimetrdan yuqori yog'inayotgan. 9-savol. To'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchakli to'rt burchak ekan. Bo'yi 25%, eni 20% kamaytirilibdi. Bo'yi ortgan, eni kamaygan. Yuzi qanday o'zgardi deyapti. Deylik, mana to'g'ri burchakli to'g'ri to'rtburchak. Tomonni AB desam, yuzasi nima bo'ladi? Tomonlar ko'paytmasiga teng. Eslang AB. Endi bo'yini, B'ni oshiryapmiz 25%ga. Ya'ni B'ni 25% oshirsak 1 plus 25 taqsim 100. Ya'ni 1,25 B bo'lib qoldi buni tomoni. Endi enini 20% kamaytirsak 1 minus 20 taqsim 100 0,8 B bo'ladi. A bo'ladi. Endi keyingi holatdagi tomonlar bilan yuzani topadigan bo'lsak, eslang. Mana bu bo'yi bo'lyapti, bu eni bo'lyapti. 0,8 A ni ko'paytiraman 1,25 B ga. Ikkalasini ko'paytirib qo'ysak AB chiqadi. Ya'ni bizda hozir A bilan B ko'paysa AB 0,8 bilan 1,25 ko'paytirsak 1 bo'ladi. Mana yerda ko'paytirib ko'rsataman. 0,8. Buni kasrga o'tkazib olsak 4 taqsim 5 degani. 1,25imiz 5 taqsim 4 degani. O'zaro teskari sonlar ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladi. Qarang. Demak, bu sonlarni ko'paytirsak 1 bo'lib ketdi. Harflar ABni o'zi qoldi. Yuza dastlab AB edi. Keyingi holatda ham AB chiqdi. Demak, hech qanday o'zgarish bo'lmas ekan. O'zgarmaydi degan javobni belgilaymiz. Demak, 0,9 bo'lingan x teng 3 ekan. Ana shunday savol imtihonda tushgan, o'tganinglar. Buni 3 bo'lingan 1 deb yozib olsak bo'ladi. 3ni 1 ga bo'lsak 3 ga teng. 3ni har qanday sonni 1 ga bo'lsak o'zi chiqadi. Endi biz biladigan o'sha proporsiyaning xossasi bor. A bo'lingan B teng C bo'lingan D bo'lsa, proporsiyaning o'rta xatlari ko'paytmasi chetki xatlar ko'paytmasiga teng. B ko'paygan C, A ko'paygan D bo'ladi. Endi xuddi shuni qo'llaymiz mana bu uchun. 3 ko'paygan x teng bo'lar ekan
0,9 ko'paygan 1. Har qanday sonni birga ko'paytirsak, shu sonni o'zi bo'ladi. X teng 0,9 bo'lingan 3. Bu 0,3 bo'larkan. Ajoyib. Tushunarli bo'ldimi? Endi savollar bo'lsa berish mumkin.